Shu oyog'ingizni o'zingiz yuvsangiz bo'lmaydimi, ona? Belimdagi grija egilgani qo'ymaydi-da, bolam. Onaginam, uydamisiz? Sochingiz oqqarigan, tishingiz to'kilgan, grijangiz bor, oyog'ingiz og'riydi. Sog' joyingiz bormi o'zi? Kecha kiyimlarimni ham chala yuvibsiz. Ey. Ye, aka. Ye, onaginam, salomatmisiz? Yaxshi keldingmi, bolam? Hozir o'zim oyoqlaringizni yaltillatib qo'yaman. Voy, baraka topgin. Ana bo'ldi. Endi kiyimlaringizni alishtirsangiz, sizni bitta aylantirib kelaman. Xo'p, bolam. Aka, siz bilmaysiz, onam вообще injiq bo'lib qolgan. Shunaqa degin, sen ham chaqaloqligingda rosa injig'ding. Ayam 3 kunlab uxlamasdan allalab chiqardi. Lekin biror marta nolimagan. Seni kichkina deb 5 yoshinggacha qo'lidan qo'ymay ko'tarib yurdi. Hozirgi beldagi grijasi o'shandan. Tishlari homiladorligida to'kilgan. Kuniga seni 3 martalab ketingni yuvib katta qilgan onamni bugun oyog'ini yuvishga erganib o'tiribsan. Aka, Oq sochlarini bo'lsa hayot bilan g'am tashvishmas. Sen bilan men oqartirganmiz. Bizga o'xshaganlarni deb ota-onalar qaraganda farzandlariga emas, hassalarga suyanishadi. aka, kechiring. Mana Bavi, Germaniya mahsuloti. Oppoq kiyimlarni oqartiradi. Allergiya ham chaqirmaydi. Hozir hamma kirlarni shunday yuvayapti. Tushundim, aka. Endi onamga yaxshi qarayman. Onamni men o'zim bilan olib ketaman. Sen bundan buyog'iga buni ol. Kirlaringni o'zing xohlagandek oppoqqina yuvib, maza qilib yashaysan. Aka, Bitta narsani esingdan chiqarma. Onalar o'tgandan keyin qabriga toshmas. Tirik payt ko'ksiga bosh qo'yish kerak ukam. Onagina 1000 yil xizmatingizni qilsam ham men uchun bedor o'tkazgan bir kechangizni haqqini ado qila olmayman deganlar bitta like bosib qo'yamiz. Onagilam senday yaqin